Sağollaşlar, yaxshimizlar? Darsimizga kelganlarni qarshi olamiz. Endi bugun o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz 6-dars, perceive buttons. Okay. Bo'lsa sizlar shu yangi darsni boshlashdan burun, shu ilgirki darslarni bir takrorlab o'tsanglar. Masalan, har 6 darsni bir ko'rib qilibchi. Masalan, bugun 6-dars o'rganyapsizlar shuni, ammo 6-dars o'rganayotgan bo'lsanglar, birinchi darsdan boshlab tekstni ham so'zlikni o'nlik bir qatam o'qib o'tib, hech bo'lmagandacha, undan keyin boshlasanlar, oldingi mazmunlarni ayt yaxshi bo'lgan takrorlandi. Ondan keyin bugungi darsni tushunish nima anglamagan ekanlar, shuncha yaxshi bo'ldi. Chunki bugungi darsimiz oldingi darslar bilan munosabatlik. Onun için bazı grammatik noktaları, bazı ifadeleşler qanday desanlar, o'sha oldingi mazmunlarning asosida ondan keyin bo'ldi emasmi? Shunga bo'lsa, shu 6 darsni bir ko'rib qilib, undan keyin takrorlamaymiz. Shunlashganda bizmi shu 6 darsni bir ko'rib qilib hamda chiqiramiz, hamda o'sha harakatdan o'qiganda. Okay. Anaqa biz shu 6 darsni o'rgatamiz shunami? Endi oldingi 5-chi va 4-darsga ba'zi bir muhim mazmunlar, shu mazmunlarni bir qadam takrorlab o'tgandan keyin uni boshlasak. Xo'sh, hamsa, let's review. Okay. Anaqa o'tgan soatlik mazmunning keyin savodlashib so'zlarni bir takrorlab o'taylik. Ammo bir tarafda so'zlarning yerimi bor, yana bir tarafdan qarasanglar, yana bir yerimi. Shuni tutashtirib qo'yinglar. Masalan, bir example, masalan, CO shunama, it is cover. Okay, and the cover degan yopmoq. Masalan, orliqni masalan besfitmak, tamomlamoq degan ma'nosi bor. Shunama, cover. Okay, cover. Anaqa yana bir so'z qaranglar. Ikkinchisi nima desanglar? Ikkinchisi nima? Exciting. Good. Exciting. All right. O nima desanglar? Exciting. Keyingisi. Okay. Keyingisi bo'lsa nima ekan desanglar? Message. Okay. Message. Uchur degan gap shunami? Okay, message. Message degan sanog'ini bo'lgan narsa. Information degancha sanog'ini bo'lmaydigan. Yaxshi. Keyingisi nima desanglar? Okay, different. Good. Different. Nayt yaxshi. Different deganimiz nima? Farqli, o'xshamaydigan degan gap. Okay. Keyingisi nima desanglar? Request. Okay. Request deganimiz ham demishadi. Talab. Okay, talab. Request deymiz. Undan keyin receive. Receive degan topshirib olmoq, shunami? Okay, ya'ni abroad. Abroad deganimiz chet el. Agar masalan study abroad, okay, study abroad deganimiz chet elda o'qimoq. And go abroad, chet elga chiqmoq. Demaganda musharaka, nima cover, exciting, message, difficult, different, receive, request, abroad degan so'zni o'rgandik. Shuni bir qatam qanday o'rganish kerak? Ana aytdi, yaxshi takrorlash kerak. Good. And then shu so'zlarni qaranglar. Masalan, make you feel excited, it means nima? Exciting. If something make you feel excited, it means something exciting. And then shu ing qitilgan sifatlarni nimaga ishlatamiz desamiz, savolashda odatda derslarga ishlatamiz. Nima? Exciting kishini hayajon solgan, excited shu hayajonlanmoq odatda odamlarga ishlatamiz. Masalan, the football match was exciting. Okay, I was excited. Shunami? Men uni qanday antayin hayajonlandim. Okay. And ikkinchisi nima? He, okay, gift from his friend yesterday. U o'zining do'stidan nima topshirib oldi? Gift. Receive degan masalan, receive a gift, yoki receive a message. Receive a message. Demak, unda misharga receive degan nima? Receive topshirib olmoq. Okay. And then not the same. And o'xshamaydigan bo'lsa nima bo'ldi? It's a different. Okay? It's a different. Okay, what about the pigeon carried nimani carried qildi? Message to Shanghai. Message carried the message to Shanghai. Again, shu uchurni qanaqa bor edi? Bani. Xo'sh, Allohdan nima desanglar? Act of giving a guest's food or drink in a restaurant, etc. It's called service. Xo'sh, and a service deganimiz nima desanglar? Mulozimat. Okay, mulozimat. All right, I'm not put the words in a right order. I'm saying mush so'zlarni savolashlar. Sizlar bir to'g'ri o'rin qo'ya beringlar. Masalan, he now, okay, in another Penhurst has bought. Okay, bu yerga egisi nima? He has bought another
in Penhurst. And the other another garage. Nama yana bir nima setib oldi? Remontxona setib oldi. Nama remontxona setib oldi. Okay, demak, mana to'liq shakli. Okay, endi manacha. And other urgent messages has sent Mr. Scott for spare parts degan zapchastlar. Shunami? A great many requests. Nurg'un qanday uchurlarni qanday qildi yo'llari. Ya'ni up to now. Okay, up to now deganimiz nima? Hozirgacha. Xo'sh, shundaqda, masalan, up to now Mr. Scott has sent a great many requests for spare parts and other urgent messages. Okay. Hozirgacha bu shu Mr. Scott nurg'unlagan shu zapchastlarninki uning uchurlarini qanday qildi? Albatta. Okay. Undaqda keyingisiga qaranglar, hamda shuningga just, never, ever, for, already. Demek endi mushlarni qanday qilgan bir to'ldirib qo'ygan. Endi bular tipikalda nimasi desanglar, bu naq nima desanglar, mushu shenlardan chiqdi. Nima hozirgi bitgan zaman. Demak, hozirgi bitgan zamonga kelganda mushu just, never, ever, for, already. Okay. Endi just deganimiz nima degan gap desanglar, shu yaqinda yoki obaylam degan gap. Shunami? Never degan azaldan bo'lib boqmagan. Ever degan ilgirki har qanday bir vaqt degan gap qanda. Yoki shu ilgari degan gap. Ya'ni for odatda vaqtlarni oldi keldi, already oldi burun. Mesela Jenny has written to Kenny. Endi bu tarjimasi nima desanglar, azaldan mana qilib boqmagan. Demak, ilgari faqat bo'lib boqmagan ish, hozir faqat bo'lib boqmagan ish nima? Never. Demak, Jenny has never written to Kenny. Jenny azaldan unga bir xat yozib boqmagan, tushunami? Okay. Mesela the train has, okay, just stopped. Okay, yaqin obaylam qanday qildi? Just stop. To'xtadi. So we must be in Spain. Shunlashqa biz cho'qim hozir neredesang İspanya. Okay. İspanya. Tek obaylam to'xtab turdi, men hozir ta'sir nima desam, hozir İspanyada degan gap. Okay, and he has been there qanchalik vaqtni oldi qaysi qildi? For. Okay, he has been there for 6 months. He has been there for 6 months. Okay, anaqa ma'u Textni retail qilinglar, hamda mana retail qilganda diqqat qilgan nima desanglar, when you retail the text of lesson 4, you play part of Tim and say it aloud. Endi mushuning o'rnida Timning o'rnida o'zingni qo'yib qana qilsa desanglar, o'zlik holda mushuni qo'llangan. Masalan, my name is Tim. Okay, mening ismim bo'lsa Tim. I am an engineer. Okay, men bo'lsam bir injener. I'm working for a big firm in Australia. Okay, endi men mush Avstraliyadagi cho'ng bir shirkatda qanday qilyapman? Xizmat qilyapman. Okay, work for. Shunami? Okay, endi masalan keyin qaranglar. Masalan, I am in Australia. Okay, yoki I am in narita savdaslar. And I've been there, yoki I've been here for 6 months. I'm in Australia, I've been here for 6 months. Demek hamsi Avustralya'da bağlı qanchalik bo'ldi bitim? 6 oy cho'q qoldi, shunami? I have already visited great number of places. Shunami? I have already visited great number of places. Am nurg'un yerlarga qarab bo'ldim, sayohat qildim. I have just sent a letter to my brother. Okay, brother. I have just bought an Australian car, and bir Australian nimasida mashinasini sotib oldim. I have gone to Alice Spring. Okay, Alice Spring is a small town in central of Australia. Okay, it is a small town in central of Australia. Okay, central of Australia. I will soon visit Darwin. Okay, from there I will fly to Perth. U yerni qanday desanglar, men nag'ush boram deydi, Perth. I've never been Australia before. I've never been abroad before. So I find this trip exciting. Yaxshi. Ana o'sha tem azaldan hamda chet elga chiqib boqmagan, hamda mush qatim bu sayohatni qanday qildi? Exciting is qildi. Okay. Bugungi takrorlashmishagich bo'lsin. Misol yangi darsni boshlaylik. Lesson 6, Percy buttons. Okay, Percy buttons. Okay. Qaranglar.
So can you guess what he is? Can you guess what he is? So what is he doing? So he's asking people for money, right? Good. Asking people for money. And the and the a person who lives by asking people for money or food. Başkalarının pul surab ya giymeklik surab yaşayırlar. Biz nimleyimiz? Beggar. Okay, good. Beggar. Okay, beggar. Beggar degenimiz nima? Tilamchi degan gap. Amerikada beg degenimiz nima desanlar, sağlaşlar tilimek. Beggar degenimiz shu tilamchi. A person who lives by asking people for money or food. We call it, beggar. He's begging money. He's asking money from people. Asking food from people. Okay. So what do they do to get what they want? Okay. And so ular şu xalığına erişişün nimiş kılıdı? Nimişlerini kısayında hak kılıyordu valla. Okay. Maybe like in the street they do some magic show. Okay, like this magic show, magic gösteriş nama, sihirgarlık nama, okay, sirik oynayış nama, magic show, okay, and maybe like play the electronic organ, okay, and my organ dediğimiz ne? Elektrolluk royal degen gap, demekçe elektrolluk royal çaldı şuna mı? Ask for help, arxil müracaatnomalarni yozib, boshqalardan qanday qildi? Yerdan talab qiladi. Ask for help. Endi shu Beijing, Shanghay'niki yarasht poyez, subway deymiz. Ana shu yarasht poyezga chiqsanglar, vahshiy qanday desanglar, intayin ko'p tilamchilar. Bular masalan qanday qiladi desanglar, masalan Beijingda maqsadda bir organlar bor ekan, masalan yengshang mikrofon ijaraga berilgancha. Dumisiga so'mkadan bir narsa olib, so'mkasiga yo'g'on bir yengshangni bir narsa olib, ana simsiz mikrofondan naqsh aytibchi. Naqsh aytmanda boshqalarning shu dehqon qo'zg'ab hamda shu tilagan gapchi hamda. Bu intayin chiqadi. Endi u yerda hamda tanga pul ishlatgan ekan. Tanga pul bir koshik pach pul bo'lgan ekan, hamda hamon berilgancha adamchiq bo'lgan ekan. Shuni bular intayin jiq, masalan, yarasht poyezilda. Okay, shularni men aytsanglar, beggar. Yar bo'lmasa ba'zi meyplar ko'childi qanday desam, naqsh aytilgan gap. Ulli qoldi naqshchi. Agar ham naqshdan ta'sirlanib qolganlar qanday desanglar, bularga berilgan gap. Okay, what they do magic show, play electronic organ, or ask for help. Okay, so let's learn some new words for today. 5 fam, please. I want to back to Mars. Okay, look, who is this? Okay, it's alien, right? And the mal tashq plant adam metalish küçükte Marslık ken. Onun dedi, bu 5 yuan basınız. Men Mars qaytmak isteyim. I want to go back to Mars. Okay. Demek anladın mı şarkı? Demek the beggar is asking people for 5 yuan. Okay, anladın mı şarkı? Demek beggar and the tilamchi başkalarına kadar 5 yuan tilav ediyor. Ask people for 5 yuan. Okay. Next one is food. Okay, food means something that people and animals eat. People and animals eat. And the jiqballa masha food kelganda nima desanlar, aralashtirib o food degan adamninki zade adam yoki hayvonotlarning yegini bo'lgan narsalarning hammani food deymiz. Sayko'ktatni nima food, masalan mewjun, nima food, tamoqlimi nima desanlar food. Okay, hamda masalan uyg'ur taomlari deymiz-ku. Okay, birga nima desanlar Uyghur dish. Dish desanlar bo'ladi. Dish degan taqsash nima? Demakchi taqslik arqali qo'rma, tamoq deymiz-ku, Uyghur dish. Yoki nima desanlar Uyghur cuisine. Okay, cuisine degan alayda bir xil shularning tamoq etishni Uyghur cuisine deymiz, cuisine. Ho'shamda nima? He ate the food for breakfast this morning. Okay, and then again, nashtalık tamakını qanday qildi? U yedi. He ate the food for breakfast this morning. Ate the food for breakfast this morning. And the king's nima? Pocket.
Well, look, pocket. This guy's pocket. Nima? Pocket deganimiz yanchiq bo'ldi, shunami? Small bag for carrying things in. Pocket. He put the piece of cheese in his pocket and went away. And put something in degan ichiga salmoq degan. Put the piece of cheese, bir parcha pishloqni qanday qildi? Yanchiqqa selib, uni degan ketdi. Okay. I put the piece of cheese into his pocket and went away. Went away. Uni deganimda pocket, masalan pickpocket. Pick deganimiz nima? Tamak. No, pickpocket bunda qilganim nima? Pickpocket. Yanchiqchi deymiz, shunami? Pickpocket. P-I-C-K. Pick. Shuni tamak degan pickpocket. Shu yanchiqchi degan gap, yanchiqchi. Okay, next one is call. Okay, call. Call means to telephone someone. Okay, call. Call, name is telephone someone. I want to call him up. Okay, okay. And then to know something. Okay. Call at every house in the street once a month. And the call at deganimiz hamda bu yerga farq qilmaydi. Masalan, call at deganimiz visit degan gap. Okay? Visit. Visit. And bu yerga call at deganimiz yo'qlamoq degan gap hamda bu yerda savodashda. Call somebody up deganimiz ham birisi telefon qilmoq bo'lgan bo'lsa, bu yerga call at. Call at deganimiz nima? Masalan, visit. Visit. Nima? Yo'qlamoq. Yo'qlash. Masalan, he called at every house in the street once a month. U bu ko'chadagi har bir uyni oyda bir qatim qanday qiladi? Yo'qlaydi deydi. Yo'qlaydi deydi. Good. Good. Amsa mushu so'zlarni bir tutashtirib qo'yamiz savodashdan. A person who live by asking people for money or food we call beggar, right? He ate the food and drank the beer. O tamak neydi? And nima ishte? Pivon ishte. Okay, it's called food. Shnama. Small bag for carrying things in. It's called pocket. Pocket. Shnama. To visit someone. Okay, what name is? Call at. Call at. Call at again. Ma'lum bir kishini qana yo'qlamoq. Yo'qlamoq. Call at. Pocket. Yanchoq. Beggar deganimiz nima? Tilamchi.